Assalomu alaykum rahmatullohi hammaga salomatmisizlar. Hop, bugungi darsimizda task 1 oxirgi darsimizda pie chart bo'lgan ekan. Bugun sizlar table task 1 ni yozishni o'rganamiz. Tak, table degani nima degani ko'rayotgan bo'lsangiz, tablitsa ko'rinishida beriladi sizlarga. Вот bunda mana shunaqa pie chart, bar chart, line graflarga o'xshaydi, faqat endi bunaqa tablitsa ko'rinishida beriladi. Hatto statistikalari hammasi describe qilinishi bir xil. Bunda ham ko'rayotgan bo'lsangiz mana bitta yilligi bo'ladi. Ya'ni bunda уже increase decrease ishlatamiz. Va nimasi yili ko'pligi ham bo'ladi. Yili ko'plikda spokойно increase decrease'larni ishlataveramiz deb bemalol menga o'xshagan. Ho'p, birinchi bo'lib nima qilamiz? Bitta yilligini apisiz qilishni o'rganib olamiz sizlar bilan. Qanaqa yozish kerak, nima qilish kerak. Ko'rayotgan bo'lsanglar, mana grafikamizda bu yerda. The table below gives information on consumer spending on different items in five different countries in 2002. Ya'ni 2002-yilda beshta davlatlar tarafidan mana uchta kategoriyaga necha foiz pulliga sarflanganligi haqida ketyapti. Ko'pchilik nima qiladi, ya'ni tushunmasdan yozib tashlaydi, ya'ni просто protsenti beriladi, lekin mana shu protsent nima bo'lyapti? Percentage of national consumer expenditure by category. Ya'ni ko'rayotgan bo'lsanglar, ya'ni например, $100 topgan bo'lsa, turkiyalik 32-14 dollarini mana shu narsaga sarflagan. Necha foiz pulni nimaga sarflaganligi haqida ketyapti. Bu statistika 2002-yilga tegishli bo'lyapti. Va обязательно writing yozishdan oldin nima qilishimiz kerak bo'ladi? Analiz qilishimiz kerak bo'ladi. Что qanaqa detallarni aytib beramiz, qaysi joyni aytib beramiz, qaysi joyda qanaqa compare qilamiz, nima qilamiz. Va bitta главный narsa bor table'da. Ahamiyat bergan bo'lsanglar, что pie chart boshqa bar chartlarga qaraganda bunda statistika слишком ko'p beriladi. O'sha hisobiga nima qilamiz? Hammasini yozishingiz shart emas va ba'zi bir xil statistikalarni, например, men bitta ko'rayotgan bo'lsanglar 6 bo'lyapti. Mana bu yerda 651 bo'lyapti, mana bu yerda 663 bo'lyapti. Mana shu narsalarni округлить qilib yuborsanglar ham bo'ladi. Округлить degani bu umumiylashtirib yuborish. Примерно 6,5% deb turib bitta qilib yuborsanglar ham bo'ladi. 643, 651, 663 deb hammasi bitta-bitta yetadigan bo'lsa, unaqa 250 tushsa oshib ketib qoladi. Ikkinchi muammo time management bo'yicha ham qiynalib qolasizlar. O'shani hisobiga doim nima qilish kerak? Yozishdan oldin analiz qilishimiz kerak bo'ladi. Okay, so in order to write down the introduction part, we have to watch, just paraphrase the given topic. Berilgan topikni просто paraphrase qilib bersak bo'ldi. Endi overview yozish uchun nima qilamiz? Overview yozish uchun nima qilamiz? Ya'ni ko'rayotgan bo'lsangiz, umumiy aytsak bo'ladi, что aytsak bo'ladi, mana bu kategoriyaga qaraganda, mana bularga qaraganda ko'proq pul sarflangan mana bu kategoriyaga food related itemslarga va aytsak bo'ladi, что turkiyaliklar mana bunday kattasi bo'lyapti, mana bunday kattasi bo'layotganiga. Ya'ni food drinks tobacco hamda leisure education bo'yicha turkiyaliklar eng yuqori natijani qayd etgan. Clothing footwear bo'yicha bo'lsa nima bo'lyapti? Eng kattasi Italyga tegishli bo'lyapti. Ko'rayotgan bo'lsanglar, mana shu narsa nima hisoblanadi? Introduction partimiz, overall partimiz hisoblanadi. Overallda что umumiy aytsanglar bo'ladi, что mana bu kategoriyaga, mana bularga qaraganda ko'proq pul sarflangan deb aytsanglar ham bo'ladi, yoki detalliroq aytamiz desanglar, что mana bu kategoriya, mana bu birinchi va uchinchi kategoriyada turkiyaliklar eng ko'p pul sarflagan ekan, clothing footwear bo'yicha Italiya nima qilgan ekan? Eng yuqori natijani qayd etgan ekan. Потом badiiy 1, badiiy 2 и badiiy 3 qilsanglar ham bo'ladi xohlasanglar. Ya'ni mana bu birinchi qanaqani kolumni badiiy 1 ga, mana buni badiiy 2 ga, mana buni badiiy 3 ga qilib yozib bersanglar ham bo'ladi. Или xohlasanglar mana bu yerda почти informatsiyada bir xil bo'lgani hisobiga mana buni o'zini badiiy 1 qilib yuborsak bo'ladi, полный. Mana bu ikkita kategoriyani bularni полный nima qilib yuborsak bo'ladi, badiiy 2 qilib yuborsak ham bo'ladi. Ya'ni u vaziyatdan kelib chiqib turib, o'zingizga qaysi biri udobniy bo'ladigan bo'lsa, shunaqa qilib ochib bersanglar ancha yaxshi bo'ladi. Xo'p. Introduction overall ko'pchiligiga anaqa muammo bo'lmaganligi uchun bu narsani ko'p o'sib chiqqanimiz uchun bu narsaga to'xtalib o'tiramiz. Ya'ni risk yozib tashlaymiz introduction overall'da. Paraphrase qilamiz и risk overall yozib olamiz. Keyin badiiy full detalli analiz qilib yozishni boshlaymiz deb. Так, the table illustrates the percentage of national consumer expenditure on three categories. Aytaveramiz qanaqa kategoriyaligini bu yerda nima bo'lyapti? Food, drink, endi qisqartirib yozaman, lekin unaqa yozmanglar. Ya'ni nima qilishingiz kerak bo'ladi? Polniy to'liqligicha qanaqa yozilgan bo'lsa, xuddi shunaqa turib yozishingiz kerak bo'ladi. Hozir endi просто vaqt bekorga shu narsaga ketib qolmasin deb qisqartirib yozib tashlayman. Leisure and education. Nima deb bo'lyapti bu yerda? In five European countries in nechida? In the given year
of 2002. Hop, ko'rayotgan bo'lsak, introductionimiz tayyor. The table illustrates the percentage of national consumer expenditure on nimaga bo'lyapti? Three categories, qaysiki, such as food, drink, tobacco, clothing, footwear, leisure, education in five European countries. Nima European countries to'g'ri? Chunki Turkiya, Sweden, Spain bular hammasi Yevropaning davlati bo'lganligi hisobiga. In the given year of 2002, 2002 yilda deb turib qolamiz. Va endi nima qilamiz? Overall yozaveramiz. Overall deb aytganimizda, что Italiya, Turkiya food, drink, tobacco hamda leisure education eng ko'p pul sarflagan davlat bo'ldi. Italiya bo'lsa clothing, footwearga eng ko'p pul sarflagan davlat deb hisoblandi. Mana shu narsani aytaveramiz. Overall. Tak, bu yerda endi Turkiyalik aholini quvvatganlik uchun sal yaxshiroq chiqish uchun, kuchliroq chiqish uchun nima qilamiz? Gaplar bilan aytaveramiz. Consumers in Turkey allocated the highest percentage o'rniga nima desam, proportion desa ham bo'ladi, of their spendings to food, drink, tobaccoga bo'lyapti, and nimaga bo'lyapti? Leisure educationga bo'lyapti. Xuddi shu vaqtda whereas bilasizlar, shu while sinonim hisoblanadi bu. While bu kutmaslik uchun sal boshqacharoq turib aytamiz. Whereas Italy recorded the highest expenditure nimaga bo'lyapti? On clothingga hamda footwearga bo'lyapti. Tak, sal kichikroq bo'lib qoldi o'g'limiz. O'shani hisobiga nima qilamiz? Mana bu narsani qo'shtiramiz. Ya'ni umumiy food drink tobaccoga ma'miliga qaraganda ko'proq pul nima qilingan, sarflanganligini aytamiz. In all five. Так, nima deymiz? Nationsda ham bo'ladi, ya'ni hamma 5 ta nationsda aytamiz, что food, drink, tobaccolar accounted for the largest share of consumer spending. Yukida expenditure deb turib qo'ysak ham bo'ladi. Вот ko'rayotgan bo'lsanglar nima qildik? Sizlar bilan overall'ni yozib bo'ldik. Overall, consumers in Turkey allocated the highest proportion of their spendings to nimaga bo'lyapti? Food, drink, tobacco hamda leisure education bu aytganimizning kattasini aytdik. Whereas Italy recorded the highest expenditure on clothing and footwear. In all five nations, yana moreover addition qo'shib yuborsanglar ham bo'ladi. Ya'ni qo'shimcha qilib aytadigan bo'lsak, hamma 5 ta davlatlar nima deymiz? Mana bu narsadagi nima qilingan? Ko'proq pul sarflagan deb turib aytib qo'yyapmiz. Shu bilan ko'rayotgan bo'lsangiz nima qildi? Overall partimiz ham tugadi. Hech qanday keywords qo'shib qo'ysak, ancha nima qiladi? Chiroyli chiqadi. Moreover, in all five nations. Okay, very good. Endi nima qilamiz? Sekin badiiyonga o'tamiz. Badiiyonga o'tayotganda nima qilamiz? Yaxshiroq chiqadi agar eng kattasidan boshlasak. Что, birinchi Turkiyadan boshlaymiz. 32.14% bo'lyapti. Keyin Irlandiya 28.91 bo'lyapti. Mana shunaqa turib sekin-sekin tepadan pastga qarab tushib ketaveramiz. Tak, in terms of food, drink and tobacco, Turkey had the highest percentage. Evet, necha foiz bo'lyapti? 32.14% bo'lyapti bu narsa. Which was approximately which was approximately 3% higher than. Tak, Irlandiyadan bo'lyapti. Irlandiyaniki necha bo'lyapti o'shanda? Tak, 28.91 bo'layotgan ekan. Вот. Ko'rayotgan bo'lsanglar nima qildi? Birinchi gapimizni tugatib bo'ldik. In terms of food, drink, tobacco, Turkey had the highest percentage. Necha foizda? 32.4%, which was approximately, ya'ni taxminan, chunki точно emas, hisoblab o'tirish kerak, точно chiqarish uchun, which was approximately 3% higher than Irlandiyadan, than yoki compared to Ireland dorsanglar bo'ladi. Irlandiyaki shu necha bo'lyapti? 28.91 bo'lyapti. Va endi shu boya aytganimizdek, почти bitta qilib turib ham bo'ladi. Italiya bilan Ispaniya ko'rayotgan bo'lsangiz, почти nisbatan bir-biriga sal yaqinroq bo'lyapti. To'g'ri? Shu hisobga aytamiz, что Spain and Italy так nima bo'lyapti? Spend similar
Almost similar proportions deyimizda i bo'ldi. Nechilariga yetib qo'yamiz? Nechida bo'lyapti? Et 18 u. Tak, 8 bo'lyapti. Et 16 36 bo'lyapti. Va ikkita protsent ketma-ket kelsa, bunarsini nima qo'shimiz kerak bo'lardi? Respectively qo'shimiz kerak bo'ladi. Respectively accordingly buli tak ketma-ketlikda degan ma'noni bildiradi. Qachonki ikkita protsent, ikkita kategoriyaga ikkita protsent keladigan bo'lsa, o'sha narsani qo'yib yuborishlik kerak bo'ladi. И oxirsida while xuddi Sweden bilan tugatib qo'yamiz. Endi buni eng kichkinasi ko'rayotgan bo'lsak, Sweden'da bo'lyapti 1577 da bo'lyapti kerak ekan. Tak, Sweden had the lowest figure at nechi foizi? 15,77%. И bo'ldi. Shu bilan tugatib yubordik nimani? Badiiy vonni. Manimcha ular qiyin emas. Ya'ni ko'rayotgan bo'lsanglar pie chart, bar chartda ham bitta yilligini o'tganmiz. Shularga qarab turib, kategoriyalari bir xil. Faqat iloji boricha shu to'g'ri describe qilishni o'rganib olishingiz, to'g'ri planlashtirib olishingiz kerak bo'ladi. Shu describe qilayotgan narsalarni grammatik to'g'ri qilib bersanglar, inshaalloh bemalol 7+ olsanglar bo'ladi. Writing task 1dan 7+ olish unaqa qiyin emas. Keyin уже qilamiz, уже ikkinchi bajaga o'tib ketamiz, уже boshqa closing footwear, oxiriga leisure education ham qismi joyini qo'shib yuborsak yetadi. Xo'p, ikkinchi bajaga o'tadigan bo'lsak, bunda уже closing footwear bo'lyapti. Regarding, ya'ni in terms of deb boshlaymizda, sal boshqacha boshlaymiz. Closing and footwear, Italy, nima deyapti? Led the group with nechi foizli? 9% turib qo'yamiz. Ko'rayotgan bo'lsanglar, Italy led the group with 9% degani, ya'ni guruhda просто bu yerda took the first place yoki qildi, mana bu yerda had the highest percentage deb turib bir xil qilib aytib qo'ymayapmizda. Sal boshqacharoq bo'lishini hisobiga boshqacharoq strukturada ixtiro etib beramiz. While xuddi shu vaqtda deb aytamiz, что the remaining countries showed comparable levels'larni. Shu boya aytganimdek, yani 6 650 bir 663larni что nima qilamiz? Pastga округлить qilib turib bitta qilib turib aytib beramiz. Ko'rayotgan bo'lsak, while the remaining countries'lar boshqa country'lar, ya'ni remaining degani boshqa уже davlatlar showed comparable levels'larni. И вот aytamiz, что all around nechi foizda bo'lyapti? Shu bitta qilib turib qo'yadigan bo'lsa, что aytib borsa bo'ladi, all around 6% deb turib, bum qilib qo'ysak bo'ladi. И вот Sweden'ni alohida aytib qo'ysa ham bo'ladi, что 5.40taligini, ну, mana bunga qilib turib, a to mana bunga aytib qo'ysa ham bo'ladi, mayli. Kamroq bo'lib qoldi, shu hisob ko'proq qilish tak aytaveramiz buni ham Sweden. Again, nima qilyapti? Recorded the lowest percentage at nechi foizi? 5.40 deb turib, yoki 5.4% deb turib aytib qo'yamiz. Вот ko'rayotgan bo'lsanglar, closing footwear'ni ham tugatib oldik. Mana mana shu yoniga уже badiiy chiqib o'tiribmiz, chunki ikkita dona gapni tugatib qo'ydik. Почти bir-biriga o'xshash statistikalar bo'lgan hisobiga leisure education ham mana shuni ichiga tiqib o'ramiz ba'zikini. Ko'rayotgan bo'lsanglar, bir xil qo'rqib ketadi table'dan yoki table qiyin deb o'ylashadi. Unaqa qiyin emas. Просто yozishni oldin to'g'ri tushunib olib, familiar bo'lsanglar, ancha yozib chiqsanglar bo'ladi. Ancha nabarot oson boshqalariga qaragan, chunki unda sizga hamma narsa konkretniy bergan. И вот in terms of ko'rayotgan bo'lsanglar, ahamiyat berayotgan bo'lsanglar, mana bunaqa turib kategoriyadan kategoriyaga o'tamiz. In terms of regarding turib o'tamiz. Endi uchinchisiga leisure educationga keladigan bo'lsa deb turib aytsak, endi boshqacharoq formulasi as for deb turib boshlashanglar ham bo'ladi. As for leisure education deb turib boshlashanglar, bu ham mana shunaqa orqali, ya'ni frazalarni ham yodlab olsanglar bo'ladi, ancha foydali bo'ladi bu ham. Bunda ham nima bo'lyapti? Turkey. Tak, ranked what? First nechi foizda bo'lyapti? To'g'ri, 35% bo'lyapti. While уже Spain had the smallest proportion, just nechida? 1.98da deb turib, badiiy tugatamiz. Va ahamiyat berayotgan bo'lsa leisure educationda nima qilyapmiz? Shunchaki eng kattasi nimada bo'lganligini aytib qo'yamiz. Mana as for leisure education, Turkey ranked the first at
4.35 ta. Ko'rayotgan bo'lsangiz Turkiya eng kattasi bo'lyapti 4.35% bilan. Va nima qilyapti? Shu ko'rayotgan bo'lsanglar, Spain had the smallest proportion. Spain bo'lsa eng kam, eng past proporsiyani qayd etgan nechi foizda? At just 1.98. И вот mana bu yerda eng kichkinasi bo'lib turib aytib beryapti. Hop, shuni o'zi yetarli bo'ladi menimcha. Ko'rayotgan bo'lsanglar hamma informatsiyani nima qildik, detalni ochib berdik. Ya'ni qaysi birida eng kattasi bo'lyapti va har bitta kategoriyalarni ketma-ketlikda ochib berdik. Uh, yana nima qilsa ham bo'ladi? Men oxirsiga 2.21, 3.20, 3.22 mana shuni ham qo'shib yuborsak bo'ladi. Chunki mana bu yerda ko'rayotgan bo'lsanglar, adashmasam so'zimizni sal yetmay qoldi limitiga, chunki 150 ta bo'lishi kerak bo'ladi. A bizda 147 ta bo'lib ketib qolibdi. Tak, anaqalarni ham qo'shib yuboramiz, shu uchtasini ham. The remaining, yeah, nationsda boshqa remaining nationsda nima qilyapti? Displayed relatively modest and comparable. Tak, figureslarni each slightly above 3% turib aytib qo'yamizda. Va ko'rayotgan bo'lsanglar, mana bu narsani remaining nations desanglar ham bo'ladi, yokida remaining emasda nima deymiz? Italy and Sweden turib aytib qo'ysa ham bo'ladi. Remaining nations, ya'ni skobkani ichiga yozib qo'yamiz, чтобы конкретнее bo'lish uchun. Irlandiya ishlashga mumkin. Tak, nima deymiz? Italy and Sweden haqida gapiramiz o'tda. И вот ko'rayotgan bo'lsanglar, уже mana full essayimiz nima bo'ldi? Tayyor bo'ldi tasqonga. As for leisure education, Turkey ranked the first at 4.35%, while Spain had the smallest proportion at just 1.98%. The remaining nations, yani qaysi nima bo'ldi? Italy and Sweden bo'lsa, displayed relatively modest and comparable figures, each slightly, ya'ni har biri ko'rayotgan bo'lsangiz, slightly above 3%, ya'ni 3% nima bo'lyapti? Ko'proq bo'lyapti. Shu bilan boom, bajivolimiz, ya'ni table Taskon table'ga bo'lgan sample'imiz nima bo'ldi? O'z nihoyasiga yetdi. Tak, shu narsa iloji boricha hammasini bitta-bitta maydalab tushuntirib berishga harakat qildim. Agar yana qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol izohlarga yozsanglar bo'ladi. Sog' va salomat bo'linglar.